Assalomu alaykum jigarlar, bu Anita Henry. Bugun menga yoqadigan top 5 animelar haqida gaplashamiz. Bu mening birinchi videoim bo'lgani uchun xato va kamchiliklarni tushuntirishga muhtaman. Video boshlanmasdan oldin menga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Qani bo'lmasa, ketdik. Xo'sh, navbat 5-o'ringa. 5-o'rinda Jodugarlar jangi animesi. Anime haqida. Yaponiya o'rta maktabida o'qiyotgan Yuji Itadori g'ayrioddiy jismoniy kuchga ega bo'lsa-da, oddiy hayot kechiradi. Uning hayoti maktabning okkult klubidagi do'stlar tasodifan la'natlangan artefakt Ryome Sukunoning barmog'ini ochib yuborishlari bilan butunlay o'zgaradi. Do'stlarini qutqarish uchun Yuji barmoqni yutib yuboradi va shu bilan o'z tanasida yovuz la'nat Sukunoning ruhini uyg'otadi. Yuji la'natlangan energiyani boshqaruvchi sehrgarlar Jujutsu sehrgarlarining yashirin dunyosiga kiradi. Ustoz Gojo uni Tokio Jujutsu oliy maktabiga olib boradi. Bu yerda Yuji la'natlarni yo'q qilish va Sukunoning barcha barmoqlarini yig'ib, uni butunlay yo'q qilish vazifasini oladi. Do'stlik va sinovlar. Yangi do'stlari Megumi Fushiguro va Nobura Kubisaki bilan birga Yuji turli la'natlar bilan kurashadi va ular har bir jangda yangi dushmanlar va sinovlarga duch kelishadi. Bu esa ularning do'stligini mustahkamlaydi va ularni kuchliroq qiladi. Xo'sh, navbat 4-o'ringa. 4-o'rinda ikkita anime mavjud. Bular Iblis qotli va yolg'onlikda daraja ko'tarish. Iblis qotli animesi qiziqarli, fantastik, sarguzasht, jang sahnalariga to'la. Animeda Tanjiro oilasini o'ldirgan holda topadi. Uning omon qolgan singlisi Nezukoning o'zi iblisga aylangan edi. U singlisini yana odamga aylantirishi va uning oilasini o'ldirgan iblisni o'ldirishi uchun iblis qotli bo'lishga qaror qiladi. Tanjiro singlisini qutqarish uchun yo'lga chiqadi. Uning yo'liga Gyu Tamioka ismli iblis qotli chiqadi. Ammo Nezuko Tanjiroga zarar yetkazmaydi. Bu esa Gyuni lol qoldiradi va u Tanjiroga Sakonji Urugadariga borishni maslahat beradi. Ikkinchi anime yolg'izlikda daraja ko'tarish. Yer yuzida g'ayritabiiy darvoza portallar ochila boshlaydi. Bu darvozadan dunyo ichiga monsterlar, g'ayritabiiy mavjudotlar kirib keladi. Ularning oldini olish uchun Hunter deb ataluvchi maxsus kuchga ega insonlar paydo bo'ladi. Animeda asosiy qahramon Sun Jingo, eng zaif Hunter, E-rang. U o'zining kuchsizligi bilan mashhur. Ammo bir missiyada u va jamoasi Doble Dungonga tushib qolishadi. Bu yerda Jingo sirli tizim deb ataluvchi sistem tomonidan tanlanadi va unga o'yin uslubida sarguzashtda level oshirish imkoniyati beriladi. U asta-sekin kuchayib boradi va nihoyat Shadow Monarch deb ataluvchi kuchli jangchiga aylanadi. Xo'sh, navbat 3-o'ringa. 3-o'rinda Haikyuu animesi, ya'ni voleybol. Animeda asosiy qahramon Hinata Shoyo, past bo'yli, lekin g'ayrati va sakrash kuchi baland yigit. U maktabda voleybol jamoasini tashkil qiladi va kichik gigant deb atalgan voleybolchidan ilhom oladi. Ammo ilk turnirda u mag'lub bo'ladi. Ayniqsa kuchli o'yinchi
Tobio Kageyamaga qarshi. O'rta maktabni tugatib, Hinata va Kageyama Karasuno o'rta maktabiga o'qishga kirishadi va endi ular bir jamoada o'ynashga majbur. Dastlabki janjaliy munosabatda bo'lsa-da, asta-sekin zo'r setter va spiker duetga aylanadi. Animeda asosiy qahramonlar, ya'ni Hinataning jamoadoshlari, birinchisi Shoyo Hinata, asosiy qahramon, kichik bo'lishiga qaramay, sakrash bilan ajralib turadi. Ikkinchi, Tobio Kageyama, ajoyib setter, jiddiy va intizomiy o'yinchi. Uchinchi, Daichi Sagamura, jamoa sardori, himoyada zo'r o'ynaydi. To'rtinchi, Koshi Sugawara, muvozanatli va aqlli o'yinchi, zaxira setteri. Beshinchi, Asahi Azumane, kuchli hujumchi, lekin ba'zida o'ziga ishonchsiz bo'lib qoladi. Oltinchi, Yu Ishinoya, libero himoya bo'yicha usta. Yettinchi, Tanaka, jangovar va sodiq o'yinchi. Xo'sh, navbat ikkinchi o'ringa. Ikkinchi o'rinda Naruto, ya'ni Naruto animesi. Animeda asosiy qahramon Naruto Uzumaki. Naruto Konoha yaproq qishlog'i degan ninjalar qishlog'ida yashovchi yosh ninja. U bolaligidan yolg'iz ulg'aygan, chunki uning ichida 9 dumli tulki Kyubi Kurama muhrlangan. Bu tulki ilgari Konoha qishlog'iga hujum qilgan va ko'p odamlarning o'limiga sabab bo'lgan. Shu sababli odamlar Narutodan yiroqlashadi. Narutoning maqsadi Hokage bo'lish. Naruto o'zini qishlog'idagi eng kuchli ninja Hokage darajasigacha yetkazishni orzu qiladi. Shunda odamlar uni tan oladi deb ishonadi. Narutoning jamoadoshlari Sasuke Uchiha va Sakura Haruno. Axlat. Sakura axlat. Uning ustozi Kakashi Hatake dona va kuchli Jonin darajasiga yetgan. Endi navbat savolga. Naruto animesida Narutoning o'zi eng ko'p eshitadigan so'zi nima? Bu savolning javobini 96% animachilar biladi. Bilsangiz kommentariyaga yozib keting. Endi navbat birinchi o'ringa. Birinchi o'rinda menga yoqadigan eng zo'r anime Любовный anime. Bu One Piece. Animeda asosiy qahramon Monkey D. Luffy. U bolaligida iblis mevasi Gomu yeydi va tanasi rezinaga aylanadi. Uning orzusi qaroqchilar qiroli bo'lish va afsonaviy xazina One Piece'ni topishdir. U sayohatga chiqadi va yo'l davomida ishonchli do'stlardan iborat jamoa tuzadi, ya'ni Nakama. Qilichboz Zoro, navigator Nami, ko'chi Soppa, oshpaz Finsmoke Sanji, shifokor Chopper, arxeolog Nico Robin, kemasoz Frankie, musiqachi Brock va baliq odam Jinbe. Ular Crackline deb nomlangan xavfli dengiz yo'lidan o'tishadi. Yo'lda kuchli dushmanlar, sirli orollar, qadimiy sirlar va hukumat fitnalari bilan to'qnashadi. Luffy va jamoasi Alabasta davri, Bark Works tashkilotiga qarshi kurash va Vivi bilan ittifoq. Jamoa Crackline'ga kiradi va Bark Works to'plangan yashil tashkilot bilan to'qnashadi. Ularning rahbari Crocodile Alabasta qirolligini egallamoqchi. Luffy va jamoasi qirolicha Vivi bilan birga bu fitnani to'xtatadi. Bu davrda
Chopper jamoaga qo'shiladi.